Ehramning yer ostida zodi qandoq maxfiyatlik bor? Shirtallik odam yuzlik heykal haqiqiy mavjud bo'lgan jaloqmi? Sirliq Misr xonishi Misrlik emas. Bu qandoq ish? Bugun biz sizlar bilan bu tepishmoqlarning orqasidagi hikoyani o'rtoqlashamiz. Bu qismda ba'zi farazlarni o'z ichiga olgan nopuzliq ilmiy isbotlar yo'q. Oqilonlik bilan ko'rishinglarni umid qilamiz. Amaliyotda nihoyat osondagi kishilar qadimgi Misr ehramning ostida g'oyat zo'r yer osti dunyosining borligini bilishi mumkin. Bu yer osti dunyoni zodi kim qurgan? Zodi qandoq maxfiyatlik bor? Qiziqsangiz davomli quloq soling. 2008-yili Belgiya va Misrdan kelgan bir to'p mutaxassislar guruhi ehram atrofida tekshirish olib bordi. Ular yuqori fan texnikalik tekshirish uskunalarini ishlatib, ko'p qatim tekshirish orqali Aminxit ehramning atrofida nurg'un yer osti qurilish to'pini bayqagan. Aytishlariga qaraganda bu yer osti dunyosida tasviriy yiziq va tam rasmlar bilan to'lgan 3000 uy bor ekan. Bu qurilishlar hayvatlik va nafs bo'lib, hozirgi zamon qurilish matematikasi va uskunalari bo'lmagan ahvolda zodi qandoq silingan? Bu qurilishlarning ahamiyati nima? Olimlar Misr doiralaridan maslahat so'rab, bu sirlarni yechmoqchi bo'lgan. Natijada bu ishni shu doiradagilar burunlab bilgan bo'lib, lekin g'alati yeri shuki, ular mutaxassislarga haqiqiy ahvolni aytib berishni xohlamagan, hamda sirtliklarning bu ishni bilishni umid qilmaydiganligini bildirgan. Ularning nayranvozlik qilganligini yoki qandoq maxfiyatlikni yushirganligi noma'lum. Ehramning yer osti dunyosining siridan boshqa yana bir sirg'i to'lgan shayi bo'lsa, shirtallik odam yuzlik heykal. G'oyat zo'r shirtallik odam yuzlik heykal qadimki Misrdagi kishining ishongisi kelmaydigan qurilishlarning biri. Qadimki rivoyatlarda aytilishicha, shirtallik odam yuzlik heykal gigant odam bilan yilon olvasida to'qqan g'alati maxluq bo'lib, buningda odamning beshi shirning badani va qanoti bor bo'lib, u odamning ismi Sfinks ekan. Sfinksning tabiati rayimsiz bo'lib, u aql farosat ilohiy. Miyusdan nurg'un tepishmoqlarni o'rganib oladi. Hamda doim cho'ng yo'l ig'zida turib, har bir yo'lovchi esa cho'qim tepishni shart qilgan bo'lib, agar xato faraz qilsa, u ularni yevatadi ekan. Bir qatim podshohning o'g'lini Sfinks yevatganlik uchun podshoh intayin g'azablanib, uni kim bo'ysundira olsa, shuni taxtga o'ltirg'iza oladiganligini jakarlagan. Batur yosh Bepus podshohning chaqirtishi bilan intiqom olg'ali boradi. U Sfinks saqlayotgan yo'l ig'ziga keladi. Hamda Sfinks undan savol so'raydi. Bir xil ovoz chiqaradi. Atganda 4 put bilan mangdi, tushda 2 put bilan mangdi, kechda bo'lsa 3 put bilan mangdi. Bu nima? Sfinks uningga eng qiyin tepishmoqni aytgan edi. Buning javobi odam bo'lib, aqlliq Bepus nihoyat tezla tepib oladi. Lekin Sfinks yengilligiga tan bermay Bepusdan yana bir tepishmoq so'raydi. Qandoq narsa avval o'sdi, undan qisqaraydi, eng oxirida yana o'sidi. Bepus javobining soyi ekanligini tepib oladi. Shuning bilan Sfinksning abdi basharasi oshkorlanib, oxir o'zini o'ldirib olish orqali o'zining gunohini qaytarib oladi ekan. Albatta bu faqat bir afsona. Ba'zi tarixshunoslar uning haqiqiy ismini Sfinks deb qaramaydi. Nima degan bilan Misr davlatini munqarizlikdan qutuldirish davridagi har qanday turdagi obidlarda bu ism tilga olinmagan. Misrda shirtallik odam yuzlik heykal ufuqsizligidagi Urus deb ataladi. O'rta asrdagi ba'zi arab yozuvchilari shirtallik odam yuzlik heykalni Vahimining otasi deb atagan. Hamda tarixda nurg'un mustamlikachilar uning yaqin atrofida o'ltiraqlashib, uni har xil nomlar bilan atagan. Kishilar shirtallik odam yuzlik heykalning ismini tushuna olmagandan boshqa, olimlar hatto uning yasalish vaqtining kishilar tasavvur qilgan vaqtdan zo'r darajada eshib ketganligini bayqagan. Ba'zi olimlar shirtallik odam yuzlik heykalning yasalish vaqti milodiydan ilgirki 5000 yillar bilan milodiydan ilgirki 7000 yillar oralig'ida bo'lishi mumkin deb faraz qilgan. Olimlar shirtallik odam yuzlik heykalning sirini yeyish uchun uzluksiz izlangan bo'lsa-mu, biroq izdanish qancha ko'p bo'lgan sirmi shuncha ko'p bo'lgan. Qaraganda u biz o'ylagandek uncha oddiy emasdek qiladi. Eng oxirgi sir Misrdagi eng mashhur hukmronlarning biri bo'lgan Kleopatra bilan munosabatli. Kleopatraga kelsak, siz balkim ancha pishiq bilolmasligingiz mumkin. Lekin siz chiqim uning yana bir ismining Misr xonishi ekanligini anglagan bo'lishingiz mumkin. U qadimgi Misrdagi Ptolmey sulolasining eng oxirgi ayol firavuni. U bir zaharlik yilonga o'zini tishlatkizib, o'zi bilan Misrning hayotini oxirlashtirgan. Shuningdek keyin Misr Rim imperiyasining bir qismiga aylanib, toki 5-asrga qadar yana G'arbiy Rim imperiyasi halok bo'lguncha davom etgan. Uni nihoyat chiroyli, zirak, farosatlik vositaga mohir bo'lib, butun umri dramatizmga to'lgan bo'lib, uningga munosabatlik nurg'un sirlar mavjud. Oldi bilan u hatto Misrliklardan emas, balki Greklardan. U Misrdagi Aleksandrda tug'ilgan bo'lib, Misr podshohligining eng oxirgi hukmroni edi. Nurg'un arxeologlar va tarixshunoslar uning turqining qanday ekanligini bilmagan, hatto nihoyat to'g'ri tasvirlarni topa olmagan. Faqat ba'zi tarixiy xotiralar orqali uning holatini tasavvur qilgan. Uningdan boshqa to bugunga qadar uning zodi qayerga dafn qilinganligi noma'lum. Qabrining o'rnini hozirgacha topilmagan. U Mark Antoni bilan bir qabrga dafn qilingan bo'lib, Iskandariya porti atrofiga joylashgan degan gap bor. Yana ba'zi olimlar uning qabrisi dengiz ostiga joylashgan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Lekin fransiyalik ekspeditsiyachilar 1992-yildan boshlab
tashlab bu rayonni suv ostida tekshirish ilib borgandan keyinmi hech qanday bayqashga erisholmagan. Shundoq bo'lsa-mu nurg'un arxeologlar izchil bo'shashmay bu xarobalikni izlayotidi. Lekin navbatda umid yanada bir qadar oz. Ammo uning qabrisini topqili bo'lsa, balkim odamning ishongisi kelmaydigan nurg'un haqiqiy ahvollar bayqalishi mumkin. Hamda bu bizning tarixga bo'lgan tushunchamizni o'zgartirishi mumkin. Balkim ko'plagan to'rdoshlar bu narsalarni tadqiq qilishdan qanday ahamiyati bor, biz insonlarning taraqqiyotiga yordami bormi deb o'ylashi mumkin. Amaliyotda arxeologiyaning ahamiyati dunyoni hayron qoldiradigan madaniyat yodgorliklariga erishish uchunla emas, balki bu xarobaliklar va madaniyat yodgorliklarining orqasidagi butkul madaniyatning taraqqiyot to'murini aniqlash, bu madaniylikning eng zo'r darajada tushuntirilishi, asliga keltirilishi va varislik qilinishi bo'ladi. Shunga biz dunyo tarixini to'g'ri tushunishga kafolatlik qilishimiz kerak. Mushunda qilgandala insonlar texmi yaxshi usul bilan kelgusiga qadam tashlay oladi. Yoqtirgan bo'lsangiz, angasidagi xanzuchi e'lonni chekib qo'ying. Mazmun tayyorlashga ko'p vaqtimiz ketadi. Ajrimiz uchun bo'lsa-mu, angasidagi xanzuchi e'lonni chekib qo'yishni unutmang.